Xitoy logistikasida yuklarning rastamoshka va yo'lkira narxlari qanday chiqariladi? Oxirigacha ko'ring, bilib olasiz. Ushbu ma'lumotlar mijozimiz tomonidan bizga taqdim qilingan. Uni ko'radigan bo'lsak, 500 dona ключевой nabor. Ular 500 donasini 50 ta katta korobkaga joylashtirgan. Har bitta korobkada 10 tadan joylashtirishgan. Bitta korobkaning razmeri 0.59 42 0.265 metrga hisoblaganda bitta katta korobkasining razmeri 0.065 metr kub bo'ldi. O'shandan bizda 50 ta korobka tayyor turibdi O'zbekistonga chiqarilishga. Kubasini hisoblaydigan bo'lsak, hop 3.28 kub atrofida yuk chiqadi. 50 ta korobkani 0.065 metr kubga ko'paytirsa 3.28 kub chiqadi. Bitta korobkaning ichida 10 dona ключевой nabor bor edi, 21 kilo atrofida chiqadi. 50 ta korobkasi 1 tonna 50 kilogramm bo'ladi. Bu umumiy ma'lumotlar nima uchun kerakdi? Yuklarning logistika narxini hisoblash uchun bizga kubasi, kilosi, donasi va rasmga o'xshagan narsalar kerak bo'ladi. Biz buni logistika narxini chiqaradigan bo'lsak, hop 328 kub 1 tonna 50 kilo ключевой naborda $492 ga biz O'zbekistonga Xitoydan Ivuyo Guanzhoudan O'zbekistonga to'g'ri yetkazib beramiz Toshkentgacha. Faqat logistikasini. Rastamoshkasiga keladigan bo'lsak, uni birinchi navbatda kod TINVEDini topa olamiz. Uni ko'rib chiqqanimizda kod TINVEDida faqat 12% NDS, ya'ni davlatga 12% NDS to'lanar ekan bu kodda. Endi uni O'zbekiston bo'yicha tamojna bazasini ko'rib olamiz. Ya'ni kimdir O'zbekistonga olib kelayotgan paytda O'zbekistonga necha dollardan to'lagan, NDS to'lagan. Hop, biz ko'rganimizda o'rtacha baza $8,5 bo'lgan ekan. Bu $8,5 nimadan olib chiqiladi? Bitta dona bizda 500 ta bor edi-ku. Bitta donasini O'zbekistonga qiymati, tamojnadagi qiymati $8,5. O'shani, ya'ni O'zbekistondagi o'rtacha tamojna bazasini $8,5 500 taga ko'paytirganimizda $4,250 umumiy summa chiqdi. Siz o'shandan faqat 12%ni davlatga NDS to'laysiz. $4,250 dan 12% $510 bo'ladi. $510 davlatga tamojna to'laysiz va logistika $492 atrofida bizga to'laysiz. $150 atrofida deklaratsiya uslugi, firma uslugasi va ortish tushirishlar hisoblanadigan bo'lsak, bu ключевой nabor 328 kub 1 tonna 50 kilo 500 donasi barcha xarajatlar bilan logistika, rastamoshka, ortib tushirish hamma uslugalari bilan $1,152 ga qo'lingizga kelib tushadi. Sizga ham Xitoydan olib kelayotgan yukingizni mana shunaqa shaklda hisob-kitob qilish kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling.